Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Istiqlol televiziyasi xabarlar programmamizga qadam tashrif qilganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men bugungi programma riyosatchisi Musajon sizlar uchun xizmatda. Oldi bilan bugungi programmamizning asos mazmunlarini tanishtiramiz. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhojiratdagi Uyg'urlar G'o'lji qirg'inchiligining 19-yilligi munosabati bilan yig'in, marosim va namoyish faoliyatlari olib bordi. Uyg'urlarning Xitoy bayramini tabriklashga majburlanishi xalq orasida qattiq norozilik inkosi qo'zg'adi. Xitoyning Chag'an bayrami munosabati bilan Sharq Turkistonning har qaysi joylarida Uyg'urlarni to'plab Chag'an bayramini tabriklashga majburlanish to'g'risidagi xabarimiz diqqatingizda bo'ladi. Uningdan boshqa yana Avstraliyada Sharq Turkiston bayroqining lepildishi Xitoy bayramini patparaqchilik solganlik to'g'risidagi xabarimiz diqqatingizda bo'ladi. Şunun o'xshash yana Xitoy savdogarining Amerika istixborotiga Xitoyning yadro maxfiyatligini oshkorlaganligi to'g'risidagi xabarimiz va shunun o'xshash bir qancha xabarlarni diqqatingizga sunamiz. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Uyg'urlarning Xitoy bayramini tabriklashga majburlanishi norozilik inkosi qo'zg'adi. Xitoy ishg'olchilarining Sharq Turkistonda buvay mo'maylardan tortib butkul xalqni Uyg'urlar bilan qilchi munosabati bo'lmagan Xitoyning yangi yilini tabriklashga majburlanishi ijtimoiy taraflarda kuchli norozilik inkoslarini qo'zg'adi. Uyg'urlarning Xitoy bayramini tabriklashga majburlanishi norozilik inkosi qo'zg'adi. Xitoy ishg'olchilarining Sharqi Turkistonda buvay mo'maylardan tarkib topgan butkul xalqni Uyg'urlar bilan qilchi munosabati bo'lmagan Xitoyning yangi yilini tabriklashga majburlashi ijtimoiy taraflarda kuchli norozilik inkoslarini qo'zg'adi. Fransiya axborot agentligi qatorli xalqaro matbuotlar Xitoyning bu yillik bahor bayramlik san'at kechiligining siyosiy tashviqot bilan to'lib ketganligini, Xitoy xalqi tarafidan tarixdagi eng nachar kechilik deb qaralganligini xabar qilgan edi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur musulmonlarini Xitoy bayramini tabriklashga majburlashi texnik kuchli siyosiy tus oldi. Sharqi Turkistonning har qaysi joylaridagi har qaysi sohalardagi xalq ommasi hatto buvay mo'maylargacha Xitoy bayramini tabriklashga majburlandi. Uyg'ur buvay mo'maylarning usul o'ynayotgan ko'rinishlari ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingandan keyin kuchli norozilik inkoslar qo'zg'adi. İnkaslarda bunun Xitoyning Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish va dinsizlashtirish planining bir qismi ekanligi bayon qilindi. Shuningdek, islomga qarshi dushmanlikni ochiq oshkorlayotgan Xitoyga qarata islom dunyosining sukut qilayotganligi ayblanib, islom dunyosini Sharq Turkiston musulmonlari ustidagi mas'uliyatlarni ado qilishga chaqirildi. Ayoltozliq ko'k bayroq Xitoy bayramini patparaqchilikqa aylantirib Avstraliyadagi Uyg'urlar ayoltozliq ko'k bayroqni labilditish orqali Xitoyning chag'anliq san'at kechiligini yerimida to'xtatib qo'ydi. Avstraliyadagi Uyg'urlar ayoltozliq ko'k bayroqni labilditish orqali Xitoyning chag'anliq san'at kechiligini yerimida to'xtatib qo'ydi. Xitoy Uyg'urlarni dunyoga ta'tir tashviqot qilish uchun Avstraliyaning Sidney shahrida Xitoy orzusi Tangirtog' muhabbati nomida naqsha usul kechilikka o'tkazgan faoliyat bo'layotgan zalda bir jup ayoltozliq Sharqi Turkiston bayroqining lapildishi bilan so'rin patparaqchilikqa aylangan. Xitoylar so'rinni tashlab chiqib ketgan. 8 fevral kech Xitoy bahor bayrami munosabati bilan Avstraliyaning Sidney shahrida Uyg'ur san'atkorlar qatnashtirilgan naqsha usul faoliyati o'tkazilgan. Avstraliya Uyg'ur jamiyatidan 2 Uyg'ur yigiti faoliyat zaliga kirgan. Ayoltozliq ko'k bayroqni chiqarib shuarta olgan va Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarini pash qilib so'z qilgan. Buning bilan san'at kechiligi patparaqchilikqa aylangan. San'at kechiligini ko'rishga ko'p qismi Avstraliyalik Xitoylarni o'z ichiga olgan 1500 atrofida kishi qatnashgan bo'lib, Xitoyning shu kungi Uyg'ur vaziyatini normal, Uyg'ur xalqini baxtli, xushal deb tashviq qilish plani ko'k bayroq voqeasi bilan bitchit bo'lgan. Faoliyatga qatnashayotgan kishilarning 50% bayroqdan urkib, o'yin zalini tashlab chiqib ketgan. Xitoy tordagi payloqchilarga 100 ming so'mgacha mukofot berganligini e'lon qildi. Xitoy tordagi payloqchilarga 2 million mukofot bergan. Xitoy 2015-yili torda payloqchilik qilganlar uchun 2 million Xitoy puli mukofot tarqatgan. Bundan keyin tordagi atalmish terrorlik uchunlarini pash qilganlarga 100 ming so'm taxminan $15,200 gacha mukofot berganligini e'lon qildi.
Xitoy tor boshliqi idorasining ismini oshkorlamagan bir amaldori dushanba kuni Xinhua agentligiga internet torining terrorchilarning radikal diniy ideya tarqitish, milliy ziddiyat qo'zg'ash va bo'lgunchilikni tashviq qilish vositasiga aylanib qolganligini da'vo qilgan. O'tgan bir yilda Xitoy tor boshliqi idorasi jami 20 mingdan ortiq pash qilish uchuri topshirib olgan bo'lib, pash qilguvchilarga jami 2 million Xitoy puli qimmatida mukofot tarqatib berilganligi ilgari surildi. Uyg'urlarmi Turk dunyosi xizmat mukofotiga erishdi. Turkiyadagi ta'sir doirasi cho'ng bo'lgan ommaviy tashkilotlardan o'lka o'joqlari tomonidan Turk dunyosiga ko'rinarli to'p qo'shgan shaxslarga berilib kelayotgan Turk dunyosi xizmat mukofoti tarqatildi. Turkiyadagi ta'sir doirasi cho'ng bo'lgan ommaviy tashkilotlardan Turk o'joqlari tomonidan Turk dunyosiga ko'rinarli to'p qo'shgan shaxslarga berilib kelayotgan Turk dunyosi xizmat mukofoti tarqatildi. Bu yil ikinci qatimliq uyushtirilgan Turk dunyosi xizmat mukofotini tarqatish murosimi 8 fevral İstanbul Beşiktaş'taki Fulya san'at markazida o'tkazildi. Murosimga o'lka o'joqlarining boshlig'i O'ljoy Kilavuz, Milliyatchi harakat partiyasining bir qism parlament a'zolari va turk tillik tashkilotlarining vakillari qatnashdi. İstanbul'daki Sharq Turkiston vaqfining bosh kotibi doktor Umar Qul bilan Yevrosiyo Turk Cemiyetlari birlashmasining boshlig'i Ismoil Chingiz Sharq Turkiston da'vosi qilgan xizmati bilan mazkur mukofotga erishdi. Turk dunyosi xizmat mukofoti 2015-yildan tortib tarqatilib kelayotgan mukofot bo'lib, 2015-yili 13 soatda mukofot berilgan. Bu yil kengaytirilib 24 soatda mukofot tarqatilgan. Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazildi. 5 fevral G'o'lji qirg'inchiligining 19-yili munosabati bilan Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazildi. Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazildi. 5 fevral G'o'lji qirg'inchiligining 19-yili munosabati bilan Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazildi. Namoyishga Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatini tashkillash bilan Qaysaridan maxsus avtobus bilan Anqaraga elib kelingan Uyg'urlar, tashkilot a'zolari, Anqara turishliq Uyg'urlar va universitet o'quvchilari qatnashdi. Namoyish oldi bilan G'o'lji qirg'inchiligida shahid bo'lganlarning ro'yiga atab duo tilovat qilish bilan boshlandi. Qo'llarida Sharq Turkiston bayrog'i va Turk bayrog'i ko'tarib olgan namoyishchilar Xinjiang emas Sharq Turkiston, qotil Xitoy Sharq Turkistondan chiqib ket, yashasin mustaqil Sharq Turkiston degandek shiorlar to'ladi. Namoyishga Turkiyadagi Cihan agentligi qatorliq nupuzliq axborot vositalarining muxbirlari naq maydonga kelib xabar tarqatdi. Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining raisi Seyit Tumturk G'o'lji qatlami va Xitoyning davom qilayotgan zulm haqida tayyorlangan bayonotni o'qib o'tdi. Namoyishchilar oxirida Xitoy elchixonasi oldiga qora chambarak qo'ydi va namoyish tinch usul bilan oxirlashdi. Çin'in Doğu Türkistan'da katlettiği şehadete kavuşan kardeşlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Hak, hukuk, adalet, Türkistan'da hürriyet. Hürriyet gazeti Urumchi shahrini vahima qoplab ketgan shahar deb tasvirladi. Turkiyadagi eng nupuzli gazetlardan biri bo'lgan Hürriyet gazeti Urumchini hamma yoqni vahima qoplab ketgan shahar deb tunishtirib, Xitoyning bostirish siyosatlarining Urumchida qanday bir vaziyatni shakllantirganligini yo'ritib berdi. Hürriyet gazetida vahima qoplab ketgan shahar Urumchi degan temada bir maqola e'lon qilindi. Turkiyadagi eng nupuzli gazetlardan biri bo'lgan Hürriyet gazeti Urumchini hamma yoqni vahima qoplab ketgan shahar deb tunishtirib, Xitoyning bostirish siyosatlarining Urumchida qanday bir vaziyatni shakllantirganligini yo'ritib berdi. Sayohat xotirasi mundaq boshlangan. Urumchining ko'chalarida nazorat qilish va o'g'irlikcha tingshash vahimasi soya tashlab turadi. Tamlardagi uqtirishlarda bo'lsa, ayollarning qora uzun kiyimlarni kiyishi, 40 yoshdan tuvanlarning soqol qo'yishi cheklangan. Xitoyning zamonaviylashish va millatchilikni asos qilgan nupuz siyosatlariga sahna bo'layotgan shaharda Uyg'urlar osonlikqa tushib qolgan bo'lib, ular yashayotgan mahallar qattiq tekshirilayotgan va erkinliklarga cheklama qo'yilayotgan bo'lg'achqa dakki-dukka ichida yashamoqda. Xabarda Urumchidagi ma'lum bir maktabda ishlaydigan Nur ismli o'qituvchi bilan va bir Xitoy bilan elib berilgan suhbat qo'shib berilib, Urumchidagi vahimalar paketlik o'tirg'a qo'yilgan. Xabarda asosliq tilga olingan ahvollar tuvandekcha. Uyg'urlar yashayotgan Do'nko'rik mahallasidagi tar ko'chalar bir-birlab yiqilayotgan, Uyg'urlarning uylarining o'rniga silingan egiz binolar bilan qo'rshalgan. Yaqinqi yillardan buyon kun sari kengayotgan Urumchi shahri Xitoyga nisbatan strategik tugun hisoblanadi ekan. Xitoy Ipak yo'li iqtisodiy belbog'i loyihasi orqali
O'rta Osiyodagi iqtisodiy, siyosiy va madaniyat jihatdagi nufuzini kuchaytirishni nishon qilmoqda ekan. Loyihaga asosan Xitoyning Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, Gruziya, Iran, Suriya, Saudiya Arabiston va Turkiya qatorliq davlatlardagi savdo ishlari davomli zo'rayib, taraqqiy qildi ekan. Şiyandan boshlanib Urumchi orqali g'arbga so'ziladigan bir qator poyezd liniyalari, tosh yo'llari va turba liniyalari Xitoyni Yevropaning markaziga tutashtirmoqda ekan. Beyjingning Urumchini gullantirib zamonlashtirishdagi eng chong nishoni davlatning sharq-shimolida iqtisodiy jihatdan strategiyalik bir rayonning poytaxtini barpo qilish, shuning bilan bir vaqtda neft, tabiiy gaz va xam materiallar orqali mo'l manbalardan foydalanish ekan. Biroq bu o'zgarishlarning bedelini eng ig'ir shaklda to'layotgan ve qancha asrlardan buyon bu yerda yashayotgan Uyg'urlar Xitoy hukmronligi ostida ezilmoqda. Xabarda deyilishicha, ish xizmat uchun Urumchiga kelgan ko'chman Xitoylarmi Uyg'urlar yashayotgan mahallalarga erkin ozoda bora olmaydi ekan, chunki hujumga uchrashdan qo'rqadi ekan. Yana bir tarafdan Beyjingning atalmış terrorizmga qarshi kurash siyosati Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlarni vayron qilgan. Shuning bilan bu rayonlarning aholisi uy makonsiz qolgan bo'lib, bu siyosatning madaniyat va ijtimoiy jihatdagi bedeli intayin ig'ir ekan. Sharq Turkiston masalalari turk matbuotlarida kundadagidek tilga ilinib tursimi, lekin Hurriyet gazetiga o'xshash nupuzliq axborot vositalarida kun tartibga kelishi alohida ahvol hisoblanadi. Xitoy Pokistonda Sharq Turkiston haqida ta'tir tashviqot faoliyati olib borgan. Xitoy Pokiston poytaxti Islomobodda atalmış Jungo Shinjongni tunishtirish kuni faoliyati o'tkazgan. Xitoy Pokistonda Sharq Turkiston haqida ta'tir tashviqot faoliyati olib borgan. Xitoy Pokiston poytaxti Islomobodda Jungo Shinjongni tunishtirish kuni faoliyati o'tkazgan. Faoliyatda Xitoyning Pokistonda turishliq bosh elchisi Sun Weidong faoliyatga qatnashib so'z qilib, hamkorlikni kuchaytirishni ta'kidlagan. U yana Pokistondagi oliy maktab o'qituvchilariga Uyg'urlar haqidagi ta'tir tashviqot kitoblarini tunishtirgan. Xitoy axborot vositalarining xabar qilishicha, 3 fevral Xitoy Pokiston poytaxti Islomobodda atalmış Jungo Shinjongni tunishtirish kuni faoliyati o'tkazilgan. Faoliyatda Urumchidan borgan Xitoy tashviqot vakillari o'miki tashviqot buyumlarini ko'rgazma qilish, naq maydonda tashviqot filmi ko'rsatish, yuz turana fikr almashtirish qatorliq shakllar orqali Xitoyning atalmış Shinjong xizmati suhbat yig'inidan buyanqi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniyat, millatlar ittifoqligi qatorliq sohalarda qandaq taraqqiyotlarga erishganlikni ko'z qilgan. Buningdan boshqa yana 2 fevral kuni Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasining bir vakillari o'miki Islomobodda ziyorati bo'lib, Pokistondagi munosabatlik o'rinlar bilan birlikda Xitoy Pokiston taratqullarining uchur almashtirish va hamkorlik suhbat yig'ini o'tkazgan. Xitoy vakillari o'miki ayrim holda Pokiston radio shirkati, Pokiston Xitoy ilmiy jamiyati, Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori taratqular munbiri va boshqa taratqular ham matbuot o'rinlari bilan suhbatlashib, yangi taratqu sohasida bir qator hamkorlik kelishimlari hosil qildi. Muhojiratdagi Uyg'ur faoliyatchilar Xitoyning Pokiston va boshqa davlatlarda olib borgan bu xildagi ta'tir tashviqot faoliyatlarga yaqindan diqqat qilib kelmoqda. Pokistonning 10 ming askari Xitoy ishchilarini qo'g'daydi ekan. Xitoyning Pokistonda bexatarlik andishisi borgan sari kuchaymoqda. Pokistonning 10 ming askari Xitoy ishchilarini qo'g'daydi ekan. Xitoyning Pokistonda bexatarlik andishisi kuchaymoqda. Pokistonning bir yuqori darajalik diplomatiya amaldori Xitoy Pokiston iqtisodiy koridordagi Xitoy injener va ishchilarini qo'g'dash uchun 10 ming kishilik alohida qism o'rinlashtirganligini aytgan. Pokiston tashqi ishlar ministrining alohida yordamchisi Sayyid Tariq Fatimi Xitoyning bexatarlik andishisiga asosan bu alohida qismni qurib chiqadiganligini bildirgan. Xitoyning Pokistondagi qurilish turlari va ishchilarning soni davomli ko'payayotgan bo'lib, qurilish soni 200 dan, injener va texniklarning soni 14 mingdan oshadi ekan. Onun bildirishicha, Pokiston yuqori darajada mashq qilgan bir alohida qism qurishni qaror qilgan bo'lib, bu qism alohida qurollanadi ekan va alohida tashkillanadi ekan. Ularning vazifasi Xitoy ishchilari va Xitoy korxonalarining bexatarlikni qo'g'dash ekan. Xitoy Pokiston iqtisod koridoriga 46 milliard Amerika dollari mablag' solingan bo'lib, Xitoyni Qashqar orqali Pokistonning Gwadar portiga tutashtiradigan temir yo'l va tosh yo'l qurilishlarini o'z ichiga oldi ekan. Lekin xavfsizlik masalasi Xitoyning bu planga eng chong tahdid bo'lib keldi. Pokistonning bu qadar chong bir harbiy kuchni Xitoy ishchilarini qo'g'dash uchun ajratishi Xitoy duch kelayotgan tahdidning qanchalik darajada kuchli ekanligini ko'rsatib beradi. Pokistondan boshqa yana Sharq Turkistondagi kuchayotgan muqimsizlikmi Xitoyning planiga chong bir tahdid hisoblanadi. Hong Kongdagi to'qnashda 38 kishi sotlangan. Hong Kongdagi fuqarolar bilan saqchilar to'qnashida 124 odam yaralanib, 61 odam tutqun qilingan.
Hong Kongdagi to'qinishda 38 kishi sotlangan. Hong Kongdagi fuqarolar bilan saqchilar to'qinishida 124 odam yaralanib, 61 odam tutqun qilindi. Vaqa siyosiy besim sababidan kelib chiqqan deb qaraldi. Hong Kongda bir haftaning beshida yuz bergan Hong Kong qalamqanchiligida saqchilar hozirgacha 64 kishini qo'lga olgan. Sud mahkamasi 38 kishi ustidan to'plam qo'zg'ash bilan ayblash olib borgan bo'lib, payshanba kuni tunji turkumdagi ayblanuvchilar sudga olib chiqilgan. 11 fevral Hong Kong saqchi taraf shikoyat qilgan 38 kishi Jilyong sud mahkamasiga olib chiqilgan. Bu kishilar 2016 yili 8 fevral tushdan 9 fevral attigangacha Hong Kong atrofida boshqa kishilar bilan birlikda zo'ravonlikqa qatnashgan javobgarlar deb ayblangan. Bu kishilarning 35 er, 3 nafar ayol bo'lib, 15 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan kishilar ekan. Hong Kong vaqasida qo'lga ilinganlar ichida oz deganda 6 nafari oliy maktab o'quvchisi bor bo'lib, Hong Kong universiteti o'quvchilar uyushmasi e'lon qilgan bir bayonotda aytilishicha, bu o'quvchilar saqchilarning kiyimini soldirib, badanni aqtirishga va urushiga uchirgan. O'quvchilar uyushmasi vaqani mustabid hokimiyatning besimidan kelib chiqqan deb baho bergan. Hong Kong vaqasi 2014-yildagi qurshavilish harakatidan buyanqi eng keskin bo'lgan saqchi ammo to'qinishi hisoblangan. Hong Kong ko'chasidagi namoyish qonliq to'qinishga aylanib, 100 ga yaqin saqchi to'qinishda yaralangan. Ma'lum bo'lishicha, Hong Kong doiralarining ko'chalardagi ruxsatnomasi yo'q yoymikashlarni tozalash harakatiga bo'lgan norozilik voqeaning yuz berishiga sabab bo'lgan. 8 fevral kuni Hong Kongdagi yerlik tashkilotlar torda uqtirish chiqarib, ommani doiralarning cheklamasiga norozilik bildirishga chaqirgan. Chag'an kechasi yayimchilarni tozalashga kelgan bozor boshqarish xodimlari bilan yayimchilar o'rtasida surkilish yuz bergandan keyin hukumat xodimlarining bu harakatiga norozilik bildirgan namoyishchilarmo jidalga aralashgan. 8 fevral kechasi boshlangan jidal 9 fevral saharda saqchilar bilan omma o'rtasidagi to'qnashuvga aylangan. Namoyishchilar saqchilarga xish-kesaklarni atgan, nurg'un joylarga o't qo'yayotgan. Saqchilar yosh oqquzish bombasi va kaltak ishlatgan. Bir saqchining osmonga o'q chiqarishi bilan to'qinish texnik kuchayib, sahargacha davomlashgan. To'qinish sababidan nurg'un avtobuslar liniyalarini o'zgartirishga majbur bo'lgan. Hong Kongning Xitoyga moyil bosh ma'muri Lian Jianying seshanba atigan ishlig'i muxbirlarning kutilish yig'inida bu voqeani oldin planlangan zo'ravonlik voqeasi deb atagan. Hong Kongliklarning Xitoyning mustabid hokimiyatiga bo'lgan noroziligi borgan sari kuchaymoqda. Xitoyning bir davlat ikki xil tuzum siyosati gumon qo'zg'amoqda. Xitoy savdogar Amerika istixborotiga yadro maxfiyatlikni oshkorlagan. Amerika axborot vositalarining xabar qilishicha, mo'llaq atgan Xitoy Kompartiyasi yuqori qatlam amaldori Ling Joxaning inisi savdogar Ling Wenqing Amerika Federatsiyasi tekshirish idorasi va Markaziy istixborot idorasi qatorliq istixborot organlariga Xitoyga munosabatlik eng maxfiy materiallarni yetkazdi. Xitoy savdogar Amerika istixborotiga yadro maxfiyatlikni oshkorlagan. Xitoy savdogar Amerika istixborotiga maxfiy hujjatlarni topshirgan. Amerika axborot vositalarining xabar qilishicha, mo'llaq atgan Xitoy Kompartiyasi yuqori qatlam amaldori Ling Jinhuaning inisi savdogar Ling Wenqing Amerika Federatsiya tekshirish idorasi va Markaziy istixborot idorasi qatorliq istixborot organlariga Xitoyga munosabatlik eng maxfiy materiallarni yetkazgan. Buning ichida yadro qurolli qo'zg'atish sistemasi va uning maxfiy numeri qatorliq uchurlarmi bor ekan. Ling Jinhua sobiq Xitoy raisi Hu Jintaoning ishxona mudiri qatorliq vazifalarni o'tagan. Xabar qilinishicha, Ling Jinhua Xitoy Kompartiyasi markaziy ishxonasidan maxfiy holda 2700 parchadan ko'proq ichki hujjatga erishgan. U bu hujjatlarni inisining o'zini qo'g'dash bexatarlik tadbirlik sifatida qo'llanishi uchun yo'llab bergan. Ling Jinhua o'tgan yil 7 oyda ko'p xil ayblashlar bilan vazifasidan qoldirilib qo'lga olingan. Xitoy o'tgan oyda tunji qatim Ling Wenqingning masalasi to'g'riliq Amerika hukumati bilan aloqa qilayotganligini e'tirof qilgan edi. Shimoliy Koreyaning Iroq musofirlik raketa qo'yib berishi gumon qo'zg'adi. Shimoliy Koreya yer sharini ko'z tutib sun'iy hamroh qo'yib berganligini e'lon qilgandan keyin xalqaro inkos qo'zg'adi hamda BDT xavfsizlik kengashining jiddiy yig'inidan kuchli norozilik keldi. Shimoliy Koreyaning Iroq musofirlik raketa qo'yib berishi gumon qo'zg'adi. Shimoliy Koreya yer sharini ko'z tutib sun'iy hamroh qo'yib berganligini e'lon qilgandan keyin xalqaro inkos qo'zg'adi hamda BDT xavfsizlik kengashining jiddiy yig'inidan kuchli norozilik keldi. Shimoliy Koreyaning zodi nima qo'yib berganligi haqidagi qarashlar har xil bo'layotdi. Shimoliy Koreya 7 fevral yakshanba kuni yer sharini ko'z tutish sun'iy hamroh yuklangan raketa qo'yib berganligini va sun'iy hamrohning muvaffaqiyatli holda orbitasiga kirgizganligini e'lon qildi.
Koreya doiralari Shimoliy Koreyaning yakshanba kuni soat 9 atrofida bir jism qo'yib berganlikni jazmlashtirdi. Lekin Shimoliy Koreyaning zodi qanday jism qo'yib berganligi haqida har xil qarashlar mavjud. Shimoliy Koreya reaksiya qo'yib berishning davlat mudofaasi va ilmiy tadqiqot qatorliq tinch maqsadlar uchun ekanligini bildirdi. Amerika bo'lsa Shimoliy Koreyaning sun'iy hamroh qo'yib berish bahonasida musofisi Amerika quruqligiga yetib bora oladigan yadro qurollarini to'shiy oladigan boshqariladigan bomba texnikasini sinab qilayotganligidan andisha qilayotganligini bildirdi. Yaponiya va Koreyami bu vaqtdagi andishasini ifodaladi. Amerika davlat ishlar ministri John Kerry Shimoliy Koreyaning rakta qo'yib berganlikni aybladi hamda Koreya va Yaponiyaga bergan mudofaa va'dasini takrorladi. BDT Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreyaning yadro siniqi va ballistik boshqarilgan bomba siniqi olib berishni cheklagan. Koreya, Yaponiya va Amerika BDT Xavfsizlik Kengashining jiddiy yig'in etishini talab qildi. BDT yig'in etib Shimoliy Koreyaning Iroq musofirlik rakta qo'yib berishining Xavfsizlik Kengashining qaroriga xiloflik qilganlik ekanligini aybladi. Amaliy texnik jihatdan qaraganda sun'iy hamroh qo'yib berish uchun ishlatiladigan to'shig'uvchi rakta bilan Iroq musofirlik boshqarilgan bombaning orasi intayin yaqin bo'lib, to'shig'uvchi raketaga qarshlangan moddaning o'xshashmasligiga asosan sun'iy hamroh bo'lishimi, yadro o'qbeshi bo'lgan boshqarilgan bomba bo'lishimi mumkin ekan. 11 fevral Amerika, Yaponiya va Janubiy Koreya Shimoliy Koreyaga embargo yurgizganligini e'lon qildi. Shimoliy Koreya bo'lsa Pyongyang bilan Seul orasidagi qavarilish liniyasini o'z tutganligini bildirdi. Shunun bilan birga yana Shimoliy Koreya sun'iy hamroh qo'yib bergandan keyin Koreya Amerikaning Koreya zaminida Saad nomli boshqarilgan bomba mudofaa sistemasi o'rnatmoqchi bo'lishi Xitoyni andishiga soldi. Dushanba kuni Xinhua agentligi e'lon qilgan bir maqolada Koreyada Amerikaning mudofaa sistemasini o'rnatish bu rayonning harbiy hozirlik raqobatini tezlashtirib o'tadi deyildi. Amerika armiyasi diqqatini ko'proq Xitoy va Rossiyaga qaratadiganligini bildirdi. Amerika prezidenti Barack Obama seshanba kuni 2017-yillik moliya xomchotini e'lon qildi. Amerika davlat mudofaa ministrligi Amerika armiyasining diqqatini ko'proq Xitoy va Rossiyaga qaratadiganligini bildirdi. Amerika armiyasi diqqatini ko'proq Xitoy va Rossiyaga qaratadiganligini bildirdi. Amerika prezidenti Barack Obama seshanba kuni 2017-yillik moliya xomchotini e'lon qildi. Amerika mudofaa ministrligi amaldorlari uzun yillik terrorizmga qarshi urushdan keyin Amerika armiyasining diqqatini texnik ko'p Rossiya va Xitoy qatorliq kuchlarga qaratadiganligini bildirgan. Amerika mudofaa ministri Robert Work seshanba kuni kelar yillik moliya xomchotini e'lon qilgan vaqtda yuqorqi so'zni aytgan. U Rossiya va Xitoyning o'xshash bo'lmagan rayonlarda texnik ko'p ig'vogarchilik harakatlarini olib berayotganligini, Amerikaning cho'qim yaxshi tayyorlik qilishi kerakligini ta'kidlagan. 2017-yillik Amerika davlat mudofaa xomchotiga 582,17 milliard Amerika dollari ajratilgan. Suriyadan Turkiyaga yangi ko'chman musofirlar to'lqini. Rossiyaning bombardimoni yangi musofirlar iqimini keltirib chiqardi. Suriyadan Turkiyaga yangi ko'chmanlar to'lqini qo'zg'aldi. Rossiyaning bombardimoni yangi musofirlar iqimini keltirib chiqardi. Rossiyaning qo'llashi ostidagi Suriya armiyasining Halepga qilgan havo hujumidan qochgan 10 minglagan suriyalik musofirlar Turkiya chegarasiga sal bo'lib oqdi. 48 soatda 35 ming kishi Suriya-Turkiya chegarasiga yig'ildi. Suriyada Rossiya armiyasining muxoliflarga qarshi havodan shiddatli bombardimon qilishi va Asad kuchlarining quruqlikdan hujum boshlash yana bir maydon musofirlar krizisiga yo'l ochdi. Bu ko'chmanlar to'lqini Yevropa ittifoqini jiddiylashtirdi. Yevropa ittifoqi tashqi munosabatlar va xavfsizlik masalalari oliy vakili Federica Mogherini Turkiyaning chegaralarini ochiq tutishni davomlashtirishi kerakligini aytdi. Turkiya Suriya chegarasiga kelgan 50 ming kishidan taxminan 10 mingning Turkiyaga kirgizilganligini bildirgan Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlut Çavuşoğlu, Rossiya bilan Suriya armiyasi ilgirlashni davomlashtiraversa, chegaraga keladigan musofirlar sonining 1 millionga yetadiganligini o'tirg'i qo'ydi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan boshqa choralari bo'lmasa, bu qarindoshlarimizni yana elishga majburmiz, qabul qilamiz dedi. Germaniya bosh ministri Angela Merkel ko'chmanlar krizisi munosabati haqida Turkiya rahbarlari bilan uchrashish uchun Turkiyaga keldi. Germaniya bosh ministri Angela Merkel bilan ko'rishgan Turkiya bosh ministri Ahmet Davutoğlu NATOning harakatga kelishi lozimligini o'tirg'i qo'ydi. NATO bosh kotibi bo'lsa, Turkiya va boshqa ittifoqdosh davlatlardan kelgan chaqiriqqa diqqat qilganligini bildirdi. Shunun bilan birga yana Turkiya bosh ministri Ahmet Davutoğlu Asad hokimiyati va Rossiyaning Suriyaning shimolida irqiy qirg'inchilik olib borganligini aybladi.
BDT'ning Turkiyadan chegirni etishini talab qilganligini, lekin bombardman ilib berayotgan Rossiyaga qarata hech qanday tadbir qo'llanilmaganligini tanqid qildi. G'o'lji qirg'inchiligining 19-yilligi dunyoning har qaysi joylarida xotirlandi. G'o'lji qirg'inchiligining 19-yili munosabati bilan dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhojiratga Uyg'urlar G'o'lji qirg'inchiligi va shahidlarni xotirlab, yig'in, murosim va namoyish faoliyati olib bordi. G'o'lji qirg'inchiligining 19-yilligi dunyoning har qaysi joylarida xotirlandi. Dunyoning har qaysi joylarida muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar o'zi turistlik davlat shaharlardagi Uyg'ur tashkilot jamiyatlarining uyushtirishi bilan turli faoliyatlarni o'tkazib, G'o'lji qirg'inchiligining 19-yilligini xotirladi va shahidlarga duo o'qidi. 5-fevral Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya fondi jamiyati G'o'lji voqeasini xotirlab, Washingtondagi Amerika elchixonasi oldida namoyish o'tkazdi. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Rabia Qodir xonim qatorliqlar shahid va mahbuslarning ish izlarini xotirlab so'z qildi. 5-fevral tushdan keyin soat 14 dan 16 gacha Germaniyaning München shahridagi Uyg'urlar Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotining o'rinlashtirishi bilan München shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida namoyish o'tkazdi. Gollandiyadagi Uyg'urlarmi 5-fevral juma kuni Gollandiyaning Den Haag shahriga joylashgan Xitoy konsulxonasi oldida 5-fevral G'o'lji qirg'inchiligining 19-yillik xotira kuni munosabati bilan norozilik namoyish qildi. Washingtonda xizmat qilayotgan Uyg'ur kishilik huquq programmasi guruhi 3-fevral kuni G'o'lji qirg'inchiligiga aloqador bayonot e'lon qilib, xalqaro jamoatni mazkur voqeani qayta bir eslashga da'vat qildi. Shvetsiyada faoliyat qilayotgan Uyg'ur komiteti G'o'lji shahrida yuz bergan 5-fevral voqeasining 19-yillik munosabati bilan 5-fevral kuni idora heyet a'zolari va bir qism Uyg'ur jamoatining ishtirok qilishi bilan komitet markazida xotirlash faoliyati o'tkazdi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi 5-fevral G'o'lji qirg'inchiligini xotirlab suhbat yig'ini o'tkazdi. Shahidlarning ro'yiga atab duo tilovat qildi. 5-fevral Norvegiyadagi Uyg'urlar Oslodagi Uyg'ur islom madaniyat markaziga jam bo'lib, 5-fevral G'o'lji voqeasining 19-yilligini xotirladi. 1997-yildagi 5-fevral G'o'lji qirg'inchiligining 19-yillik munosabati bilan Yaponiyaning har qaysi shaharlaridagi kishilik huquq tashkilotlari turli faoliyatlarni olib bordi. 2-5 kuni atoqli tibbiy fanlar doktori Nagasaki davlatlik davolash markazining doktori Iwanagaki Yaponiyadagi kishilik huquq tashkilotlaridan biri bo'lgan Xitoydagi millatlar masalasi munbirining to'rbatida 5-fevral G'o'lji voqeasi munosabati bilan bayonot e'lon qilib, mazkur voqeada hayotidan ayrilgan Uyg'ur yoshlarini esladi. Tokyoda o'tgan yili oktyabr oyida qurilgan Yaponiya Uyg'ur birligi tashkiloti 7-fevral kuni Tokyo Shinjukudagi madaniyat markazining yig'in zalida kech soat 6:30 dan 8:30 gacha qadar 5-fevral G'o'lji voqeasini xotirlab ilmiy muhokama yig'ini olib bordi. 1997 yil 5-fevral kuni yuz bergan G'o'lji qirg'inchiligining 19-yilligini xotirlash yuzasidan 5-fevral kuni Bishkek shahridagi Uyg'ur jamoati ittifoq jamiyatining uyushtirishi bilan Alomiddin mahallasidagi faoliyat so'riniga jam bo'lib, shu qatamliq namoyish jarayonida Xitoyning qurolli saqchi qismlari va harbiylari tarafidan etib o'ldirilgan, so'g'uq suv chechib to'ng'itib o'ldirilgan hamda turmlarda qiynab o'ldirilgan Uyg'ur yoshlarining ro'yiga atab duo tilovat qildi. G'o'lji qirg'inchiligining 19-yillik munosabati bilan yana Turkiyaning har qaysi shaharlaridagi Uyg'ur va turk tashkilotlari turli faoliyatlarni olib bordi. İstanbulda faoliyat olib borayotgan Sharqi Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan 4-fevral kuni İstanbulda Sharqi Turkiston shahidlar kechasi nomida xotirlash faoliyati o'tkazildi. 5-fevral G'o'lji qirg'inchiligining 19-yillik xotira kunida Turkiyaning Qaysari shahrida faoliyat olib borayotgan Sharqi Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan Ankara shahridagi Xitoy bosh elchixonasi oldida namoyish o'tkazildi. Turkiyadagi o'lka o'joqlari, Tangirtog' turkchilar jamiyati qatorliq tashkilotlar turli yig'in va faoliyatlar olib bordi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi xabarlar programmamiz bu yerda oxirlashdi. Keyingi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.